Tamның zerikishlik chaqlari. Yağmur yağdı. To'xtamasdan yig'averdi. Qachonmi to'xtar? Men nimami o'ynarman? Yo hovliga chiqib to'p tepkili bo'lmasa, ajab zerikdi. Ona, men bilan o'ynang-a. Bo'lmaydi, tam. Kiyimlarga dazmol silvatmasam bo'lmaydi. Men cho'nqir bir o'q tortdim. Bekar qalğaning sening ta'liying qara. Men ishdan bekar bo'lolmayli yurman, dedi onam. Onam hech nimani bilmaydi ekan. Men zerikib o'layli dedim. Inna aksicha nihoyatda xushal o'ynayotdi. Qo'rchoqni menga bergin, sen qandoq o'ynashni o'rgatib qo'yay. Yo'q, bermayman. Qo'rchoq meniki. Varqirma. Men bir tortibla qo'rchoqni ilib oldim. Faqat ozroqla kuchidim. Menga ber, u mening qo'rchoqim. Nima ishga ilib olasan? Inna kuchining baricha kaltashtimni tortib o'tadi. Men birdanla kiyim sevitiga yiqilib tushib, sevatni o'rib etdim. Tam, Innaning tishiga tegmay, o'zingning o'yinni o'yna, dedi onam varqirib. Nima degan tangsizlik? Innani kichik deplama? Onam eski, Inna eski. Nas bosgan yomg'ir. Agar dadam bo'lsaydi, hech bo'lmaganda meni tushunadi. Mana endi hech kimning men bilan kori yo'q. Hech kim gapimni anglamaydi. Ha, amal topdim. Men o'zimga kichik bir uy yasab, o'zimni o'ltiray. Avval uyning uygisini qildig'anga narsa topay. Mana bu bo'lg'idek. Sofani tam qilay. Esta, sofa bak ig'ir ekan. 1, 2, 3. Men bir paraxod yasab, dengizga chiqaman. Vah, nima degan qaltis. Men paraxod mashtasini topdim. G'ayrat qil, matros. Men o'rindiqda yasagan paraxod shotisini kuchab ittirdim. Yostiqni kapitan bo'lmisi qilay. Vah, mening kichik paraxodim. Agar kapitan bo'lmisini itvatsam qandoq bo'lar? Men bir muncha kiyim qusqush topdim. Buning bilan paraxodning ishkiyinini cheng qisay. Bek yaxshi bo'ldi. Menga kerakli hamma narsa tal bo'ldi. Ha, rost, bu bek muhim. Kapitanning o'rindig'i. Mening paraxodim dunyo bo'yicha eng chiroyli paraxod. U butun dunyoni aylanib chiqadi. Kelinglar, jonivorlar, men sizlarni qutqizg'ili keldim. Tezdan paraxodimga chiqib olinglar. Hammanglar chiqsanglar bo'ladi. Dinozavr chiqsimi bo'ladi. Yaxshimsiz, Inna xonim? Yaxshimsiz, apandim? Paraxodga chiqqingiz bormi? Ehtiyot qiling, jonivorlarni urkitib o'tmang. Timsohqa hargiz dastlab solmang. Bo'lmasa sizni yeb yutadi. Sal taxir qiling. Men berib paraxodning yon shotisini qo'yib o'tay. Kichik uying haqiqatan chiroyli ekan, dedi Inna. Bu kichik uy emas, paraxod. Hey, o nima degan dud, ha? To'yiqsiz chiroq o'chib qoldi. Qo'rqyapman, dedi Inna. Guldirmamliq yomg'ir yig'yotdi, dedi onam kirgach. Guldirmamliq yomg'ir emas, dengizdagi bo'ron chopqin ona. Chopsam paraxodga chiqing-a, dedim men to'lab. Onam xatarlik timsohdan yushirinib paraxodga chiqdi. Shu asnoda eshik ochildi. Dadam qaytib keldi. Uning butun badani ho'l bo'lib ketgan edi. Hey, nima degan qalaymiqanchilik bu? Biz Tamning paraxodida, sizmi chiqing-a, dedi onam. Dadammi paraxodga chiqdi. Men uningga, "Apandim, kiyimiga chiqqanligingizni qarshi olaman", dedim. "Rahmat, kapitan Tam", dedi dadam astoydillik bilan.
Bo'ron chopqin yetib keldi. Bo'ron chopqin bizning laylaklarni o'rib etdi. Ha, biz Shimoliy qutbga ketdik. Eskimoslarning qora uyida to'rtimiz o'zimizni intayin rohat his qildik.